Assalomu alaykum va rahmatulloh. Navbatdagi ishlarimizni olib kelib o'rnatdik. Andijon viloyati Buloqboshi tumaniga matoviy laklar sepib, matoviy ruchkalar, matoviy petlalar, bularni mana fotolarni ham ko'rishingiz mumkin. Oqqa qora qilib tayyorlab berganmiz. Oynalarini ham Matiflexlar tortib tayyorlab berganmiz. Zamolarni magnitli zamolar qo'yib berganmiz. Kim shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Eshigimizni mana ochilib yopilishlari ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda 2 qanotlik eshigimiz bor. Ko'rishingiz mumkin. Ochilib yopilishlari mana daholisi. Garantiyalari bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Kfm Def